Assalomu alaykum hammaga. Siz My Film News kanalidasiz. Bugungi videoda sizlar bilan juda ham ko'p muxlislar tomonidan so'ralgan Godzilla yer haqida gaplashamiz va qanchalik kuchliligi, qobiliyatlari hammasi haqida to'liq ma'lumotlarni berib o'taman. Video qiziqarli bo'ladi va video davomida yer Godzilla haqidagi barcha ma'lumotlarni bilib olasizlar. Shu uchun oxirigacha ko'ringlar. Qanunda boshladik. Godzilla yer bu Godzilla Planet of the Monsters va uning davomlari anime trilogiya ichidagi eng gigant va kuchli Godzilla versiyalaridan biri. Bo'yi 300 metr, og'irligi 100 ming tonnadan oshiq, 20 ming yildan ochiq yashagan. Oddiy Godzilla versiyalaridan ancha katta. Masalan, oddiy Godzillaning bo'yi 120 metrdan 130 metrgacha bo'lsa, Godzilla yer 300 metr. Oddiy Godzillalardan ancha katta. Atom nafas haqida gapiradigan bo'lsam, oddiy Godzillaning atom nafaslari har xil. Shin Godzillaning lazerli, oddiy Godzillaning esa ko'k rang va lazerdan qalinroq. Yer Godzillaning to'liq nurga o'xshash lazer va u oddiy atom nafasdan kuchliroq va uzoqroq masofaga boradi. Godzilla yerning kattaligini ham hisobga olsak, uning lazeri atom nafasi ancha qalin va yaxshigina zarar yetkazadi. Animeda butun shaharlarni bir zarbada yo'q qiladi. Energiya darajasi boshqa Godzillalardan kuchliroq. Yana bu Godzillaning bitta zo'r qobiliyati bor. Bu asimetrik qalqon. Tanasi atrofida ko'rinmas qalqon bor. Raketa, lazer, hatto kuchli qurollar ham o'ta olmaydi. Uni faqat maxsus usul bilan vaqtincha o'chirish mumkin. Ya'ni hiyla bilan. Buni animeda odamlar qilishgan va himoyasidan hech qanaqa qurol o'ta olmagan. Bu uni yengilmas ham qiladi. Tiklanishga keladigan bo'lsak, ya'ni yengilnasi oddiy Godzillalarniki bilan bir xil, lekin plus tomoni bor. Hujumlar unga deyarli ta'sir qilmaydi. Birinchidan himoyasi bor, ikkinchidan terisi juda ham qattiq. Oddiy Godzillaga jarohat yetkazadigan maxluqlar, qurollar Godzilla yerga ta'sir qilmaydi. Oddiy Godzilladan farqli o'laroq, yer Godzilla ekotizim yaratishga qodir. Ya'ni butun yer yuzini o'ziga moslashtirib yuborgan, o'simliksimon organizmlar orqali sayyorani boshqaradigan kuchga ega bo'lgan. Shu qobiliyati bilan yerning qaysi qismida odamlar bor yo'qligini bilib olardi va o'ldirardi. Godzilla yer animeda butun yer aholisini qirib tashlagan. Tirik qolganlar esa kosmosga chiqib ketishadi va ancha yillarga qaytishgan. Shunda ham yangi texnologiyalar bilan Godzilla yerni yenga olishmagan. Nima uchunligini bilasizlarmi? Bunga elektromagnit kuchlar sababchi. Godzilla elektr va energiya to'lqinlarini chiqaradi, texnologiyalarni ishdan chiqaradi. Shu uchun odamlar barcha kuchlarini unga ishlata olishmagan. Jismoniy kuchini hamma juda katta massaga ega bo'lgani uchun zarbasi halokatli deyshadi. Lekin uning zarba kuchi massada emas, kattaligida. Chunki uning og'irligi oddiy Godzillaniki bilan bir xil. Harakatlari sekin, lekin juda ham vayronkor. Xo'sh, endi maxluqlar kino olamidagi Godzilla, Kong, Qirol Ghidorah, Mechagodzilla rodinlarni yenga oladimi yo'qmi shu haqida gaplashamiz. Undan oldin kuchli taraflari va kuchsiz tomonlarini sanab bersam, kuchli taraflari hajmi juda katta, 300 metr, qalqoni bor, atom nafasi juda ham kuchli, nur bilan deyarli o'lmasga yaqin. Zaif tomonlari ham bor. Kattaligi tufayli sekin harakat qiladi. Qalqoni o'tsa zaiflashadi. Ko'p dushman birga hujum qilsa muammo bo'lishi mumkin. Oddiy Godzilla bilan jangda 100% yutadi. Chunki Godzilla yer Godzilladan 180 metr baland va kuchli. Lekin hozirgi pushti Godzilla bilan jang bo'ladigan bo'lsa, Godzilla yerga sal muammo bo'ladi. Lekin shunda ham Godzilla yer oddiy Godzillani yengadi. Sababi esa kattaligi va qalqonsimon himoyasida. Kong Rodin esa Godzilla yer uchun hech nima emas, bitta zarbada yo'q qiladi. Godzilla yer ulardan 200 metr baland. Godzilla yer ularning oldida tog' bo'lib turadi. Mechagodzilla ham Godzilladek muammo bo'ladi va Godzilladan kuchliroq jang qiladi. Lekin baribir ham Godzilla yer kuchli, chunki u juda ham katta. Uning katta kuchi ham shu kattaligida. Ghidorah animeda Godzilla yerni yengardi agar odamlar xalal bermaganda. Animedagi Ghidorah bu oddiy emas, Vod Ghidorah edi. Vod Ghidorah o'lmas va abadiy yashaydi. U boshqa olam va dimensiondan uni shunchaki chaqirib bo'lmaydi. Bu uchun ko'plab odamlar, chaqiruvlar va kosmik portallar kerak bo'ladi va Vod Ghidorah paydo bo'ladi. U haqida kanalda alohida video chiqarganman. Bemalol kanalga o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Video juda ham qiziqarli bo'lgan. Shunday qilib Godzilla juda ham kuchli, lekin bu uni yengilmas degani emas. Agar qiziq bo'lsa, keyingi videolarda Godzilla yerdan kuchliroq bo'lgan maxluqlarni sanab beraman. Shunday ekan, hozirroq videoga like bosib, videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Godzilla yer haqida savollar bo'lsa, kommentariyga ochiq, qolgan savollarni bersanglar bo'ladi.
bo'ladi. Shu joyda qaysidir kompaniya yoki kino ilovalarining reklamasi bo'lishi mumkin edi, lekin yo'q. Shu uchun har doimgidek o'zimni necha yillik dizaynerman sizlarga tavsiya qilaman. Ya'ni Avmetik dizayneri Hopti 3 yildan oshiq, adashmasam professional dizaynerlar qiladigan hamma ishni qiladilar va ishlari hammasi kompyuterda qilinadi va juda sifatli va o'z vaqtida narxi ham yaxshi, uncha qimmat emas. Lichka va portfolio kanallarini opisiyatsiyada qoldiraman. Bemalol o'tib zakaz bersanglar bo'ladi. Hozircha ma'lumotlarni bor shu. Bugungi videoda sizlar bilan Godzilla yer haqida gaplashdik va video haqida va Godzilla yer haqida savollar bo'lsa, kommentariy ochiq bemalol savollarni bersanglar bo'ladi. Oxirigacha ko'rganlar uchun rahmat. Shunaqa qiziqarli videodan chiqaroman shu uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, shunga o'xshagan qiziqarli videolarni o'tkazib yurmaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yinglar. Bosib qo'ygan bo'lsanglar, keyingi qiziqarli videolarda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'linglar. Darkwave. Break it down. Darkwave.